Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir aile bugün ikinde judayam nachar, qashshoq desek ham bo'ladi. Lekin ayoli judayam aqlli, farosatli. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'in uylariga chaqirib bir ihson bersa, qurbonlik qilsam deb doim eriga aytarkanda, eri qayerdan olamiz qo'y. Yo'q bo'lsa, azondan kechgacha ishlayapman. Farzandlarimizdan orttirolmayapmiz. Qanday Xudoga ihson qilamiz, qanday chaqiramiz desa, ayoli aytaverar ekanda. Boring siz ham Beytul Mal bor. Beytul Maldan Peygamberimizden so'rang, keyin beraman, ish haqi topib bir qo'y olib keling debdi-da. Shunda boyagi qo'ymading deb Beytul Maldan bir qo'y olib qarzga olib kelib ayoliga beribdi-da, mana o'zing qilaver debdi-da. Ba'zi bir erkaklar ayolga solib qo'yamiz yukni barini. O'zing qilaver debdi-da, ketib qopti. Endi bu qo'yni so'yish uchun erkak kerak-da baribir. Erkak yo'q bo'lsa, ayol kishi shariatda bor ekan, ya o'qlog'i ya supurgiga chiqib xo'roz so'ysa ham, qo'y so'ysa ham supurgi ya o'qlog'ini ustiga chiqib so'yishlik sunnat ekanda. O'zi oyoq qo'lini bog'ladi, tahoralarini olib keldi, pichoqni olib keldi-da, supurgini ustiga, o'qlog'ini ustiga chiqdi-da, bismillah, Allohu akbar deb so'ydi. Shunda ikkita bolasi bor edi, bolalarini qo'rqmasin deb uyini ichkariga kirgizib eshigini yopib qo'ydi. Bola da baribir teshikdan qarab onasi nima qilayotganini ko'rib turdi. Shunda bu qo'yni so'ydi-da, suv olib kiraman deb ichkariga kirib ketganda ikki bola eshikni ochib chiqishdi. Qarang-da, bolalikka borib, kattasi kichigini oyog'ini boylab, kichkina Qur'on tilovat qilib, bu ham o'qlog'ini ustiga chiqib bo'ynidan bo'g'izlab tortib yubordi. Shunda xirillab o'layotgandan keyin o'ziga hushiga keldi-da, men ukamni o'ltirib qo'ydim-ku deb, o'zini ham ichiga pichoq tortib, o'zi ham dunyodan o'tib qoladi shitda. Ana sho'rlik kelsa, qo'y so'yilgan ikki bolasi o'lib yotibdi yonida. Nima qilishini bilmay, dodlay, hayqirib, baqiray desa bo'lmadi, sabr qilaylik. Endi bugun ihsonga chaqiraman deganda, mana shu hol bo'lib turibdi dedi-da, ikkala bolasini bir qorong'uxonaga olib kirib, ustidan gilam urtib qo'ydi-da, qo'yini so'ydi. Taom pishirdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem'ni sahobalar bilan keldi deydi. Kuyovi keldi. Xonadonni ichiga kirdi deydi. Shunda Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bildilar-da, bolalar qani dedi-da eriga. Eri chiqib xotiniga aytdi, bolalarni so'rayapti Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem desa, bolalar hozir o'ynab yurishgan edi, hozir chaqiraman dedi-da, kirgizib yubordi. Birozdan keyin o'tirdi, taom kirgizdi. Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem yana bolalar qani deb so'radi eridan. Eri chiqib xotindan so'radi, bolalar qani deb. Xotin aytdi, hozir kirib ko'chadan o'ynab kirib uxlab qoldi deb aldadi-da yana. U yana kirib ketdi, uxlab qopti ya Rasululloh deb. Uchinchisida Peygamberimiz aytdi, ovqat yemayman agar bolalar kirmasa dedi bu. Ersho'lliq chiqdi-da, xotinga aytdi, Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem ovqat yemayman deyapti. Bolalarni chaqirmasang ovqat yemayman deyapti degandan keyin, ana qayerda uxlayapti, qaysi xonada uxlayapti deb ana shu xonaga kirdi deydi. Shunda svet o'chib, lampani yoqib, qayerda dedi, gilamni tagida deydi-da. Shunda eri borib gilamni shunday ko'targanda bolalari, dadajon bekiting, biz berkinmachoq o'ynayapmiz deb gilamni ostidan otilib turib chiqqan ekanda ikkala bolasi. Shunda Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem o'rnidan turib shu xonadonga kirib, bolalarni ko'rib, quchoqlashib, ko'rishib, Alloh mana shu sabrli bo'lgan ayolingni hurmatiga ikkala farzandingni qaytarib berdi. Agar sabr qilmay dod bosaganda hozir ihson ham yo'q edi, o'rniga motam edi. Sabr qilganligi uchun ayolingni hurmatiga, sabr qilganligi uchun Alloh taolo ikkala farzandni hayotga qaytarib berdi degan ekanlarda. Qayg'u hasrat nadomat chekkan vaqtda sabr qilishni o'rganaylik.
yaxshilikka intilaylik, yomonlikdan qochaylik. Allohning yo'lida doimiy taqvoda, iymonda, insofda bo'laylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.